Bir birodarimiz uyida Ehsonda o'tirgan edik. O'sha oqsoqolni to'rga o'tkazib qo'ygan. 100 ga yetib qolgan oqsoqol. Benzindan gapirdi, o'tirgan eslilar. Narx-navodan gapirdi, asfaltdan gapirdi, siyosatdan gapirdi. Xullas, dunyoni mashmashalardan gapirdi. Haligi opadada indamay o'tiribdi. 15 minutlar joylashgandan keyin men ham bitta gapirsam maylimi dedi. Hamma jim bo'ldi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bir suhbatida mana qanaqa degan ekan dedi. Odamlarni kompasini qiblaga to'g'rilab qo'ydi. Kerak emas moslar gapirayotgan gaplar. Allohning payg'ambarning so'zi bo'lmasa boshqa gap kerak emas deyapti. Aqli pishgan odam bu. Haligi eslilar bir pasda yana estafeta tayoqchasini olishib, "Ha, to'g'ri aytdingiz. Pozil tog'a, manaqa deb turib, yana 15 minutdan keyin yana g'arbga qarab qoldi kompasi. Yana ozgina o'tirib, yana boshqa gapini qaytardi. Yana bitta gapirsam maylimi? Xullas 3 marta suhbatda bo'ldi.